Kalta ishton va asma mayka bilan namoz o'qish durustmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Avratni yopqudak kalta ishton, uzunroq ko'sar va asma mayka bilan namoz o'qish durustmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namoz o'qish bandaning Parvardigori huzurida takbir, tilovat, tasbihlar va ruku sajdalar bilan qulluq izhor qiladigan ulug' ibodat bo'lib, bu ibodatning to'g'ri bo'lishi uchun tahorat, qiblaga yuzlanish va avratni yo'ygash talab qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey odam bolalari, har masjidda zinnatlaninglar. A'rof surasi 31-oyat. Mufassirlar oyatdagi zinnatlaninglar degan so'zni Allohning baytiga ibodat uchun har qatim kirganinglarda avratinglarni yo'yganglar deb tafsirlagan bo'lsa-mu, yuqorqi oyat avratni yo'ygash degan ma'nodan sirt yasinish degan ma'noni bildirdi. Ya'ni faqat avratni yo'ygashla emas, balki avratni yo'ygandan sirtida chiroyli kiyinish, yasinish deganni bildirdi. Demak, o'sha bu oyat va uning mazmunidagi hadislarga asosan namozga avratni yo'ygash farz bo'lsa, har namozga bo'libmi juma va hayit namozlariga zinnatlanish doirasiga kiradigan yasinish, xushbo'y va misvak ishiltish mustahab bo'ladi. Namozda avratni yo'ygash farz bo'lish bilan birga namozning to'g'ri bo'lishi uchun shartdir. Shunlashqa kiyim bar turib yalang'och o'qilgan namoz hisob bo'lmaydi. Er kishining erlik a'zosi va sag'ra kassasining avrat ekanligida butun olimlar birdek qarashda. Ammo kindik, yo'ta, tiz qatorliqlarning avrat doirasiga kirish-kirmasligida fuqaholar o'rtasida qarash o'xshashmasligi bor. 4 mazhabga vakillik qiladigan qarashda kindik bilan tiz orliqi avrat deb qaraladi. Hanafiy mazhabda er kishining avrat hisoblanadigan yeri kindikining ostidan boshlab tizining ostigacha. Kindikining o'zi avrat doirasiga kirmaydi, ammo tiz avrat doirasiga kirib ketadi. Buning asosan er kishi tizini to'liq yo'yadigan kalta ishdan uzun ko'sar bilan namoz o'qisa, avratni yo'ygashdan iborat farz ado bo'ladi. Tizi va yo'tisi ko'rinib qoladigan kalta, yirtiq ishtonlarda namoz to'g'ri bo'lmaydi. Bundoq ishtonlar bilan sirtqa chiqishqa bo'lmaydi. Shunimi qo'shib qo'yish kerakki, bilak va mo'ri uchiq qoladigan kaltiyang mayka va asma maykalar bilan tizini yo'gaydigan kalta ishton kiygan holda namoz o'qish joiz bo'lsa-mu, afzalni tark qilganlik bo'ladi. Makruhlik bilan joiz deganlarmi bor. Bir qur kiyim tepilmasa, zaruriyat jihatdan avratni yo'ygab o'qish joiz. Bir qur kiyim bar ahvolda mo'risini, bilaklarini, tizining ostini va paqalchoqlarini yo'ygab, chiroyli kiyinib, yasinib o'qish afzal. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadisida: "Qaysinglar namoz o'qisa, bir qur kiyimini kiysin, chunki Alloh zinnatlanish uchun eng haqliq" degan. Albatta, yolg'iz yoki uyda o'qilgan namozda bu vaqtda azodichilik bo'lsa-mu, oyat va hadislarda buyurilgan zinnatlanish amriga asosan masjid va jamoatlarda namoz o'qiganda kalta ishdan kiymaslik kerak. Bu vaqtda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mundaq degan: "Birla izar, ya'ni bel ostini yo'gaydigan kiyimda namoz o'qish ko'ngli qari kishilarning qiliqidir. Bir parcha raqatga to'liq urinib o'qish ko'ngli qarilikdan yiroq. Izar bilan rida, ya'ni bir qur kiyimda namoz o'qish esil zotlarning axloqidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir." Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.